Ota-onadan qolgan uyning eshigi go'yoki hech qachon yopilmasdi. Bu uyda akasi Shavkat va singlisi Zilola yashardi. Ikkovi ham katta bo'lib, o'z yo'lini topgan, lekin taqdir shunday tuzildiki, har ikkalasi ham bu uyni tark eta olmay qolgandi. Shavkat 35 yoshda, uylanmagan, asabi tez, mehnatsevar, lekin dunyoga ishonmaydigan odam. Uning ko'zlari ostidagi chaqmoqdek chiziqlar hayot unga qanchalik og'ir bo'lganini guvohlik berardi. U har kuni ishdan charchab kelar, kiyimlarini divanga otib, unda bunda ichiga yig'ilgan g'azabni chiqarish uchun bir bahona izlardi. Zilola esa 27 yoshda, bir paytlar orzu qilgan talaba bo'lgan, sevganiga tegmoqchi bo'lgan. Lekin onasining og'ir kasalligi va undan keyingi vafoti Zilolani hayotdagi yo'ldan qaytarib qo'ygandi. U oiladagi kenja bo'lgani uchun hamisha ko'proq yuk unga tushardi. Uy ishlari, oilani birga tutib turish, akasiga nisbatan murosalik, bularning barchasi Zilolaning yelkasini og'ritardi. Har kuni urush. Zilola, qayta aytdim, ovqatni vaqtli qil, ishdan kelsam hali pishmagan, deb baqirardi Shavkat. Men ham odamman, men ham charchayman. Nimaga faqat men qilyapman hammasini, derdi Zilola, ko'zlarida yosh to'lib. Hech narsa qilmaysan, faqat yotib olib telefonni titkilaysan, akasi uning tizzasini yerga urardi. Har bir janjal chuqurga aylanardi. Bittasi boshlasa, ikkinchisi o'chmas o'tini yoqardi. Ular o'rtasida sevgi bor edi, lekin o'sha sevgi urush tushunmaslik, yig'i va ayblashlar ichida g'arq bo'lib borardi. Qo'shnilar guvohi edi, bu ikkisi doim urushayotgan bo'ladi. Nima bo'ldi shuncha deyishardi. Hatto bir kuni Zilola uydan chiqib ketmoqchi bo'ldi. Shavkat aka, men bu uyda endi tura olmayman. Hamisha senga kerakman. Hamisha men aybdor. Bo'ldi, ketaman, dedi u ko'zlaridan oqqan yoshlar bilan sumka yig'arkan. Qani bor, ket. Sen ham tinchroq bo'lar. Sensiz ham tinchroq bo'lar, dedi akasi g'azab bilan. Garchi qalbida u ketmasligini istardi. Bir kun kechqurun akasi ishdan qaytmadi. Telefonni o'chirilgan. O'zi yo'q. Zilola vahimaga tushdi. Qo'ng'iroqlar, xabarlar, qo'shnilarga so'rash. Bir payt u telefonga qo'ng'iroq tushganini ko'rdi. Shifoxonadan. Shavkat aka avariyaga uchragan. Hozir jarrohxonada, dedi shifokor. Zilola yuragini silkinib ketdi. U shifoxonaga yetib borganda akasi jim yotardi. Ko'zlari ochiq emasdi. Bir hafta shifoxonada, har kuni duo, har kuni ko'z yoshi. Nihoyat Shavkat ko'zlarini ochdi. Ilk gapi siz kimsiz bo'ldi. U esdan ketgan, hammasini unutayotgandi. Zilola yig'lab, menman, seningman, Zilola. Iltimos xotirla, men hamisha sen bilan edim, derdi. Oradan hafta o'tdi. Shavkatning xotirasi asta-sekin qayta boshladi. Har bir narsani eslarkan, Zilolaning uni tashlab ketmaganini, hamisha yonida bo'lganini angladi. Bir kun u uzoq sukutdan keyin dedi: Men seni haqorat qildim, seni tushunmadim. Sen oilamizning qalbisan. Men seni qadrlay olmadim. Zilola faqat qo'llarini ushlab turdi. Hammasi o'tadi, dedi. Ular yana birga uyga qaytishdi. Urushlar to'xtamadi, lekin endi ularning orasida kechirim, tushunish va shu eng muhimi muhabbat paydo bo'lgandi. Chunki hayotning ustida emas, aslida yuragida, og'riq ortida turibdi. Birodarlik. Va bu ikki inson aka va singil hamisha shunga qaytarishardi. Ular uyga qaytishganidan so'ng hayot sekin-asta o'z joyiga tusha boshladi. Ilgarigi qo'pol so'zlar, tinimsiz janjallar endi kamaydi. Bir-birini anglash boshlandi. Biroq bu degani hammasi oson bo'ldi degani emas. Oradan 2 oy o'tganidan so'ng Shavkatning boshiga ishdan bo'shatish xavfi kelib tushdi. Korxona qisqartirishga tushayotgan, uning o'rniga yoshlar olinayotgandi. U yo'l-yo'laklarda yurar, bo'sh ish izlar, asabi yana yomonlashib ketardi. Bir kuni sexdagi bir tanishi: Shavkat aka, hamma narsa o'tkinchi, lekin senda bir singling bor ekan, hammasi yaxshi bo'ladi, dedi. Shavkat ilgarilari bu gapni tushunmasdi. Endi hayot unga o'rgatgandi. Inson yolg'iz bo'lmasligi kerak. Bu vaqtda Zilola ham o'zgargandi. Unginidagi kichik tikish mashinasini ishga solib,
Qo'shnilar uchun pardalar, kiyimlar tika boshladi. Ilk pul topgach, u akasi uchun oziq-ovqat olib keldi. Shavkat hayron bo'lib, "Bu nima qayerdan?" dedi. "Qildim aka, ozgina. Men ham xohlayman sen ham chekmay tinch yashashingni", dedi Zilola. Shu kuni Shavkat kechqurun uydagi eski rasmlarini ko'zdan kechira boshladi. Onasi bilan, otasi bilan va Zilola bilan tushgan suratda u hayotdagi eng katta boylik nimaligini angladi. Bu odam qoning yuraging parchasi, singlisi. Bir kecha eshikda qiladi. Qo'shni qiz Mehribon keldi. U Zilolaning tanishi, hammasini eshitib turgandi. Choy ichildi, suhbat bo'ldi. Shavkat u qizga ilk bor boshqacha qaradi. U yoqimtoy, oddiy, nurli qiz edi. Ortidan 1-2 marta gaplashish boshlandi. Bir oy o'tmasdan Shavkat uyga singlisiga qarab dedi: "Zilola, agar qarshi bo'lmasang, Mehribonni oilamizga qo'shmoqchiman." Zilola ko'zlari to'lib, "Men faqat seni baxtli ko'rishni xohlayman aka. Sen munosibsan." Shu orqali ularning hayotiga yana bir inson qo'shildi. Endi uyda hayot boshqacha bo'lardi. Bir kuni Shavkat Zilolaga dedi: "Seni boshqa uyga chiqaraman. Xuddi o'z uyingdek bo'ladi. Erkin, tinch, mustaqil." "Yo'q aka, men ketmayman. Men sensiz yashay olmayman. Hatto urushlarimizni ham sog'inaman", dedi Zilola, kulgusini zo'rg'a to'xtab. Shu so'zlarda urush talashlar ortidagi haqiqiy tuyg'ular yashirinib yotardi. Mehr, bog'liqlik, ajralmaslik. Odamlar jahl qiladi, bir-biriga baqiradi, lekin sevganlaring bilan gaplashmasang ruhing og'riydi. Ular shunday birodar va singil edi. Yana yillar o'tdi. Zilola ham turmushga chiqdi. To'yda Shavkat qo'lini undan asta olib qo'ydi. "Endi seni bir kishi yanada ko'proq sevsin", dedi u. Lekin har seshanba kuni Zilola o'z uyiga kelar, akasiga qo'l tortmasdan ovqat tayyorlar, yangi gaplardan gapirib o'tirardi. Uning farzandlari Shavkatni dada, aka deb chaqira boshlashdi. Shavkat hayotda qancha adolatsizlik ko'rgan bo'lsa ham singlisiga qarab shunday derdi: "Men baxtliman, chunki menda sen borsan." Hayotida yangi sahifa ochilgandi. Eri Ilhom odobli, ishbilarmon yigit edi. Ular kichik bir xonadonda yashay boshlashdi. Ilhom Zilolaning og'ir hayotini, akasi bilan kechirgan bolaligini yaxshi bilardi va har doim uni hurmat qilardi. Bir necha oy o'tib Zilola homilador bo'ldi. U xabarni eshitgan Shavkatning yuragi parvoz qildi. U sevinib ko'zlarini yashira olmasdi. Kuni bilan ishdan keyin yangi tug'iladigan jiyaniga nimadir olib kelishni odat qildi. Gohida kiyim, gohida chaqaloq uchun o'yinchoq, gohida esa faqat kulgu bilan kelardi. "Men sendan ham ko'proq xursandman, Zilola. Bu bola mening yangi hayotim bo'ladi", derdi u singlisiga. Hayot shunday tinch va shirin ketayotgan paytda kutilmagan bir sinov keldi. Bir kuni kechqurun Shavkat ishdan qaytar ekan, yo'lda 2 yosh yigit uni urib, pul va telefon talab qilishdi. U qarshilik qildi. Ulardan biri pichoq bilan qo'l ostidan urdi va qochib ketishdi. Shavkat hushsiz holda yerda yotgan paytda bir kishi ko'rib tez yordam chaqirdi. Uni yana shifoxonaga olib ketishdi. Bu gal ahvol og'irroq edi. Unga jarrohlik amaliyoti kerak bo'ldi. Ilhom va Zilola kecha-kunduz shifoxonada bo'lishdi. Zilola bolasini tug'ish arafasida ekaniga qaramay, har kuni akasi yoniga kelib o'tirardi. Bir kecha u akasi yonida o'tirarkan, undan ko'z yosh to'kilardi. "Iltimos, ketma aka. Men hali senga farzandimni ko'rsatmadim. Hali jiyaning seni dada, aka deb chaqirishi kerak. Sensiz men bolaligimdan beri yashay olmadim. Endi hech qachon yashay olmayman." Shavkat bir tomoni bo'sh, ichi og'riqda, lekin ko'zlari ochiq edi. Asta qo'lini singli tomon uzatdi. Uning lablari titrab, shivirlab dedi: "Men ketmayman. Men hali uni ko'raman." Jarrohlik muvaffaqiyatli o'tdi. Undan so'nggi haftalarda u shifo topib uyiga qaytdi. Ammo u endi o'sha Shavkat emasdi. Har bir narsani shukr bilan qabul qiladigan, har bir insonni qadrlaydigan, shukronalik bilan yashaydigan odamga aylandi. Zilola esa o'g'il tug'di. Bolaning ismini esa akasi qo'ydi, Shahzod. "Sen uchun sevgim timsoli", dedi u. Shu paytdan boshlab har juma kuni Shavkat o'zi bozor qilib kelib, jiyani uchun maxsus ovqatlar tayyorlay boshladi. Endi u aka emas, bir vaqtning o'zida aka o'rnak murabbiy edi. Yillar o'tdi. Zilolaning farzandi maktabga bordi. U birinchi marta "Mening qahramonim" mavzusida insho yozganda shunday yozdi: "Mening qahramonim akam.
U menga har doim kitob olib kelardi, hikoyalar aytadi. U singlisi uchun jon berishga tayyor inson. U qo'pol bo'lishi mumkin, lekin qalbida yurak bor, muhabbat bor. U menga hamma narsani o'rgatadi. Men uni yaxshi ko'raman. Bu insonni o'qib, Shavkat ko'z yoshlarini yashira olmadi. Bir paytlar har kuni urushgan, bir-biriga qattiq so'z aytgan aka-singil endi dunyodagi eng qimmatli ne'mat qadrdonlik, kechirim va bag'rikenglik orqali bir-birini qayta topishgandi. Hayot o'tadi, odamlar o'zgaradi, lekin haqiqiy muhabbat aka-singil o'rtasidagi bog' o'chmas ekan.